Eng muhimi har bir luqmasi og'izda qars qilib kayfiyatni ko'taradi. Ishoning, bu salat tayyorlab ko'rsangiz maza qilasiz. Oddiy pomidor bodring to'g'rab qo'ymaysiz-ku. Buni tayyorlab maza qilib qishda ham, yozda ham maza qilib ketadi. Ishoning, birinchi pomidor bodringlarimizni to'g'rab chetga olib qo'yamiz va oshko ukroplarimizni mayda qilib to'g'rab olamiz va bankalarimizga bodringlarimizni birin-ketin pomidor bilan solib chiqamiz va ustiga chesnok va ukroplarimizni solib chetga olib qo'yamiz va ungacha biz yoqimli sardoba tomatiga bir osh qoshiq tuz solib, 2 stakanda suv quyib, yaxshilab aralashtirib, bir xil massa keltirib, boyaga tayyorlagan massalarimiz ustiga quyib chiqamiz va yaxshilab aralashtirib tashlaymiz shu videoda ko'rsatilgandek va albatta ko'rib turganingizdek salatimiz tayyor. Bemalol xolodilnikka qo'yib qo'yib mazza qilib yesangiz bo'ladi. Ishoning, ishtahangizni ham shunaqangi ochadiki, buni yegandan keyin hamma sizga rahmat aytadi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Sizni qo'lishgan oshpazingiz Shef Mo'ydinov, retsept kommentariyada. Siz ham tayyorlab ko'ring.